Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresga olib kelgan mebellarni tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Zomin tomon, Jizzaxning Zomin Pishag'or mahallasiga olib kelganmiz yotoqxona to'plami. Endi mebel haqida qisqa qilib aytib o'tadigan bo'lsak, trimo, divan, ikkita tumba, bitta stolcha hamda shkaf kiradi komplektimizga. Klient xohishiga qarab joylashtirildi mebel. Xo'sh, shkafdan boshlaydigan bo'lsak, balandligi 210, yonbosh razmeri 240. Kiyim sig'im razmeri 50 sm. Razmerlar cheklanmagan, klient xohishiga qarab bemalol o'zgartirilsa bo'ladi. Mana bunday holatda ruchkalari qo'yilgan. Xohlovchilar uchun ruchkani almashtirsa ham bo'ladi. Ikkiga bo'lingan, razmeri kaltaroq ikkita kiyim joylashtirish uchun. Oynalarga e'tibor bersak, mana bu chetki qismi farsit, ya'ni charxlangan. O'rta qismi Xo'sh, o'rta qismi polkali qilib yasalgan, eshiklari 100% vakuumda. Mana bunday holatda. Razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Xo'sh, divan 210 ga 170 matras razmeri, klient xohishiga qarab matras qilinadi. Hozirgi holatda qanday desam, mana bunday holatdagi paralon, mashalkali bo'lgan. Tumbasi mana bunday o'rta holatda svetinligi bor. Xo'sh, mebel rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Biz bilan bog'lanish uchun bemalol pastda nomer qoldiramiz, bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin.